10-15 minut qizdirish shart emas. Yozda va qishda motorni qizdirish kerakmi yo'qmi? Hozir batafsil. Yozda ham, qishda ham motor qizdiriladi, lekin bir-biridan farqi bor. Yilning qaysi vaqti bo'lishidan qat'iy nazar, dvigatelingiz 2,5 va 3 soatdan ko'p vaqt ishlamagan bo'lsa, dvigatelni qizdirishingiz shart. Sababi dvigateldagi moy poddonga yig'ilgach, qayta sirkulyatsiya bo'lib, tizimda to'liq qayta aylanib olish kerak. Aks holda moysiz ishqalanish orqali ichki qismlarning umri qisqa bo'ladi. Zamonaviy Tracker va Onyx dvigatellar misolida ko'rib chiqamiz. Yozda 25-30 soniya yetarli hisoblanadi. Qishda esa diqqat, e'tibor bering. Agar 0 ga 20 moy quygan bo'lsangiz, 1,5-2 daqiqa yetarli. Agar 5 ga 30 moy quygan bo'lsangiz, 3-5 daqiqa oralig'ida qizdirishingiz kerak bo'ladi. Moy quyish qoqligi qancha ko'tarilgan sari qizdirish vaqti ham shunga nisbatan ortib boradi. Endi har kun ertalab qizdirganda soatga qarab o'tiramanmi desangiz, buni oson yo'li bor. Dvigatelni sovuq holatida o't oldirganingizda dvigatellarning aylanish soni 1,5 RPM da aylanayotganiga ko'zingiz tushadi. O'shani 1000 ga churguncha kutasiz va 1000 bo'lgandan keyin bemalol haydab ketsangiz bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi zamonaviy avtomobillarni 10-15 minut qizdirish shart emas. Sizga ortiqcha vaqt va xarajat. Ha, aytgancha 0 ga 20 moy benzin sarfingizni ham kamaytiradi. Hali ham choyxonada bahslash yuribsizmi, qancha qizdirish kerak deb, shu videoni jo'natib qo'ying.